D4 oqlar, G5 qoralar, oq kon F3, qoralar kon C6, shunisiga-da kon C6, tak. Oqlar D4, qoralar YD uradi, YD uradi. Oq kon F D4 uradi. Qora kon konni D4 uradi. Oqlar farzinimiz kon D4 uradi. Shundan keyingi 3 ta xotni menga yozib ko'rsatinglar. 3 ta xot. Qanaqa xotlar qilsa oqlarga yutuqli положениyalarga olib keladi. Rahmat.